bir achchiq haqiqatni aytaman-da, o'zim duch kelgan. Biz millatga, kelajakka nisbatan ba'zan xiyonat qilamiz. Qaysi ma'noda? Har bir masala yuzasidan ishchi guruhlar tuziladi, takliflar olinadi, davra suhbatlarida, konferensiyalarda soha egalari bilan muhokama qilinadi-da, shu sohani yaxshilashga qaratilgan hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. U kerakli ekspertlardan o'tadi va hujjat qabul qilinganda qo'lingizga olgan matn siz ishchi guruh a'zosi sifatida fikr bergan, yaratilgan hujjatdan mutlaqo teskari farq qiladi. Biz muammoni ko'taraverganimiz bilan, aytaverganimiz bilan, maqolalarda, chiqishlarimizda bong urganimiz bilan ertaga hujjatni qabul qilinishini yakuniy jarayonigacha bizning ovozlarimiz inobatga olinmas ekan, ikkita narsa. Birinchidan, bu xiyonat davom etadi. Ikkinchidan, bu kabi harakatlarda motivatsiya o'ladi.